sotuvda bor o'yinchoqlarni ko'rsatib obzor qilib bermoqchiman. Birinchisi bu leopard qizimiz. Bo'yi 22-23 cm chiqadi. Adashmasam hozir hammasini bo'yi bilan o'lchab ko'rsatib beraman. 21 cm ekan, uzr. 21 cm chiqadi. Hidi ipdan to'qilgan, bolajonlar uchun kipalirkenni, chaqaloqlarga ham hattoki ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol kir mashinada yuvsanglar ham bo'ladi. Ko'ylakchalari yechiladi mana orqadan. Yechib kiygizsanglar bo'ladi bemalol. Oldida mana yoqasi ham yechiladigan. Xohlasanglar olib tashlasanglar ham bo'ladi. Mana xolis mana yechib ko'rsatib beraman hozir. Qanaqa bo'lishini ko'rasizlar. Yuvishdan oldin yechib tashlab keyin yuvsanglar bo'ladi. Kir mashinaga solsanglar ham bo'ladi. Mana kiyimsiz holati. Pingvinimiz. Pingvinning bo'yi 21 cm, bu ham bir xil ekan deyarli 20-21 cm chiqadi. Buni ham shapkalari yechiladi, ishtoni yechiladi. Kipalirgan ipdan, hidi ipdan to'qilgan. Bemalol buni ham yuvib ishlatsanglar bo'ladi. Kombinezonchiqni qanaqa yechilishini ko'rsatib beraman. Yechib turganda qanaqa ko'rinishini ham bemalol ko'rsatib bo'ladi. Bitta o'yinchog'imizning narxi hozir 150 mingdan skitkada, o'zi narxi 220 ming edi. Men sotuvda nalichida bo'lishi uchun to'qib qo'ygan edim. Shuning uchun skitkaga qo'yib yubordim. Uchinchi o'yinchog'imiz bu. Ayiqchamiz. Plyushoviy ipdan to'qilgan. Buni ham bemalol kir mashinada ham yuvsanglar bo'ladi. Faqat qaynoq suvda yuvishinglar kerak emas, 30 gradusda. Qattiq siqish kerak emas. O'lchamini kamroq qo'yish kerak. Buni bo'yi mana 32 cm ekan. 31-32 cm. Buni ham kiyimlarni bemalol yechsanglar bo'ladi. Bu narxi 250 ming so'm turadi. Buni men shprintsiz to'qidim. Oyoqlarida sustavi yo'q. Agar oyog'ida sustav bilan zakaz qilmoqchi bo'lsanglar ham bo'ladi. U bemalol o'tirib turadigan bo'ladi. Bu o'tqizib bo'lmaydi. Faqat yotqizib bo'lsa bo'ladi. Turg'izsa ham bo'ladi, chunki mana podoshalari tekis. Mana kiyimsiz ko'rinish. Mana shu 3 ta o'yinchoqim hozir ichida. Ayig'imiz 250 ming. Bu ikkitasi 150 mingdan skitkada.